Mehri yo'q, mehrsiz onayam deyishgan. O'shanda menga judayam qattiq ta'sir qilgan. Men o'sha bolani o'zimdan yulib olib chiqib ketish oson bo'lmagan. Bu narsani men misol oson emas. Bunaqa farzandi bor ota. Men o'sha narsani to'g'ri qabul qildim. Stressdan chiqishni boshladim. Uddalasa bo'lar ekan. Albatta. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchim. Bugungi suhbatimizni qalbdan qalbga yetib borsin deya niyat qilib boshladik. Men alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar bilan ishlaydigan pedagogman va mening oldimda bir ona o'tiribdilar. Ya'ni bugungi suhbatimiz rasmiy emas, hayotdan olingan rost hikoya haqida bo'ladi. Feruzaxon, yana bir bor xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'ling. Va alaykum assalom. Sizga avvalo rahmat aytmoqchiman. Chunki sizning farzandingiz Biloldin bilan olib borayotgan pedagogik, psixologik jarayonlarimizni doim siz bilan tahlil qilib boramiz va oxirgi tahlilda shunaqa bir g'oya keldiki, fikr keldiki, bu suhbat shunchaki sinfda qolib ketmasligi kerak. Ya'ni bu siz kabi onalar, siz kabi farzandlari bor onalarga, pedagoglarga, psixologlarga, qolaversa jamiyatimizga foydali bo'lishini, manfaatli bo'lishini niyat qilib, buni tushungan holda sizni bu suhbatga taklif qildim va siz albatta suhbat jarayonida bosib o'tgan yo'lingiz, o'zingizdan kechgan og'riqlaringizni his qilishingiz, yana bir marta eslashingizga to'g'ri kelsa-da, bunga o'ylanmasdan rozi bo'ldingiz. Shuning uchun sizga rahmat aytmoqchiman. Demak, boshladik. Mayli. Sizga birinchi savolim, Feruzaxon, bolajonni bizni maktab internatimizga, ya'ni maktab internatga berish kerakligini anglaganingizda sizda qanaqa birinchi hissiyot yoki ichingizda qanaqa kechinmalar o'tgan? Avvalambor bu narsani tan olish juda ham qiyin bo'lgan. Aynan shunaqa maktabga men bolamni berishimni nima qilganimda juda ham menga g'alati ta'sir qilgan. Endi lekin men o'sha bolamni o'zgarish uchun, bolamga to'g'ri yo'l tanlash uchun men to'g'ri qabul qilganman. O'sha birinchi marta eshitganimda to'g'risi o'zimda qaniydir to'g'ri yo'l qilyapmanmi, yo'qmi, adashmayapmanmi, shu bolamni shu maktabga bersam yo'lidan adashtirib yoki vaqtdan yutqazib qo'ymasmikinman deb juda ham ko'p o'ylaganman va oxiri bir qarorga, to'g'risi qaror qabul qilish ham juda qiyin bo'lgan. Chunki bu narsani tan ola bilish va o'sha narsani o'zingizga sig'dira olish juda ham qiyin. Endi shu boshimdan o'tgani uchun aytaman. O'shaning uchun bir qarorga kelib, men shu bolamni Xudo xohlasa o'qitaman, katta inson qilaman deb rozi bo'lganman. Ya'ni o'sha yo'lim to'g'riligini va to'g'ri ketayotganimni his qilib men berganman, lekin boshida juda ham menga katta ta'sir qilgan. Shu o'rinda menda bitta savol paydo bo'ldi. Siz o'sha qiyin bo'lgan deyapsiz-da. Bilaman, chunki boshida biz shunaqa taklif bilan sizga murojaat qilganimizda umuman rozi bo'lmagansiz va o'ylab ham o'tirmasdan yo'q degan javobni olganmiz va keyin o'sha Allohning xohishi bilan bolajon biz maktabga kelib o'qishni boshlaganda va mana hozirgacha o'qiyaptilar. Faqat menda bitta savol, o'sha paytda aynan qo'rquvingiz qanaqa bo'lgan? Boladan ajralishmi, ya'ni boladan uzilishmi yoki bo'lmasam odamlar nima deydi degan qo'rquvda bo'lganmisiz? Shu haqida ham bir to'xtalib o'tsak. To'g'risi birinchi boladan ajralish menga qiyin bo'lgan, chunki baribir bolani maktabga tashlab ketishingiz kerak.
uni kamida bir hafta ko'ra olmaysiz, u bilan birga bo'la olmaysiz. O'shaning uchun menga birinchi o'rinda boladan ajrash qiyin bo'lgan, ya'ni o'sha narsa ta'sir qilgan. Lekin odamlarni gapiga men to'g'risi e'tibor qilmaganman, chunki agar odamlarni gapiga e'tibor qiladigan bo'lsangiz yutqazib qo'yasiz. To'g'ri, bu juda ham to'g'ri fikr. Chunki Ya'ni- ular sizga yordam ham berishmaydi, ham siz bilan birga turishmaydi ular yelkama-yelka. Baribir qaror qabul qilish o'zingizga keladi baribir. O'shaning uchun Albatta. men odamlarning gapiga e'tibor qilmaganman. Bu juda Balkim ham o'shaning uchun ham o'sha holatni o'zimga sig'dira olgan bo'lsam kerak. to'g'ri, juda ham to'g'ri. Demak, bundan xulosa qilishimiz mumkinki, agar siz orqaga qaytish imkoniyati bo'lsa, demak o'ylanmasdan siz bolani ta'lim jarayoniga qo'shardingiz. Men shunaqa xulosaga keldim. Bu juda ham Shunaqa. yaxshi xulosa. Rahmat sizga Ferzaxon. Demak, keyingi savolimizga o'tamiz. Bolani maktab internatga berdingiz. Mana o'quv jarayoni boshlandi. Tarbiyaviy jarayon ketadi, buni bilamiz. O'shanda boladagi ilk o'zgarishni qachon sezgansiz va qanaqa o'zgarishni sezgansiz bolada? Maktabga berganimdan keyin men to'g'risi bolam mendan ajradi, ya'ni etagimni qo'yib yubordi. Nima oddiy tilda aytganimizda bolam etagimni qo'yib yubordi. Ya'ni u meni orqamga yashirinardi. Qayerga bo'lsa o'sha orqamda etagimni ushlab turib nima qilardi. Maktabga berganimdan keyin o'sha bolam meni etagimni qo'yib yubordi. O'zi mustaqil bajarishni o'rgandi. Hattoki orqasidan kelatsam, yo'q, sen kelma, men o'zim qilaman yoki men o'zim boraman degan tushuncha narsalarni men ko'rishni boshladim bolamda. Chunki u bolamni baribir bu bolalar o'ziga yarasha xarakter egasida, o'ziga yarasha xarakter egasi, uni ko'tara olish, unga chidash juda ham qiyin. Men o'sha maktabga berganimdan keyin o'sha narsalarni ko'rib aytganmanki, demak, men to'g'ri yo'l tanlabman. So'ng uni o'sha har hafta kelganida bitta so'z bo'lsa ham, bitta yangilik so'z bo'lsa ham aytib kelardi. Ya'ni o'shani men nimasini tushunib olardim, tovushini tushunib olardim. Demak, bolamda o'zgarish bo'lyapti. Demak, siz javobingizdan men shunaqa xulosa qildimki, demak, bolada birinchi siz anglagan odat, demak, bola mustaqil bo'la boshlagan. Ya'ni sizdan ajrab o'zi ham nimanidir bajarishga, nimanidir qilishga yoki bo'lmaganda ko'chadagi bolalar bilan chiqib o'zi o'ynashga harakat qilganda, Juda ham bo'lmasam yaxshi. hech ham ajramaganman. Ya'ni ko'chaga ham birga chiqardik, haligi bolalarni oldiga ham men birga olib borardim. Demak, mustaqillik. Maktabdan keyin o'sha narsalar qoldi. Juda yaxshi. Demak, mustaqil bo'lish ayniqsa o'g'il bolaga Shunaqa. bu juda ham kerak va siz yana bir bor o'shanda to'g'ri qaror qabul qilganingizda tushungansiz. Juda ham bu juda Chunki ham yaxshi. qarorlaringizni to'g'riligi o'sha narsalarni bo'layotgani sizga turtki bo'lar ekanda. Ya'ni men demak to'g'ri qaror qilyapman degan. Chunki odamzodda xavotir, ikkilanish juda ham ko'p bo'ladi-da. Ishonchsizlik juda ham ko'p bo'ladi. O'shaning uchun o'shalarni yengib o'tish uchun mana shu vaziyatlar menga sabab bo'ldi. Demak, bolani mustaqil hayotga qo'yib yuborganingizdan keyin, undagi ilk o'zgarishlarni sezganingizdan keyin, bu o'zgarishlar ona sifatida sizga nimani o'rgatdi? Men bu narsani birinchi o'zimda qabul qilayotganimda juda ham qattiq stressga tushganman. Ya'ni qabul qilishim juda ham qiyin bo'lgan. Hali nimani sizga tasvirlab bera olmayman, lekin juda ham og'ir bo'lgan. Lekin Xudoyim sendan harakat, mendan barokat degan. Albatta. Aytamanki, harakatlarim befoyda ketmayapti. Ilohim bundan keyin ham befoyda bo'lmasin. Men to'g'ri yo'l tanladim deb o'ylayman. Bolangiz o'zgarishi bilan birga sizni o'zingizda qanaqa
istaklar, xohishlar o'zgardi yoki bo'lmasam o'zingizda qanaqa odatlar shakllandi? Oldin bola bilan birgaligingizda qanaqa odatlarda edingiz-u, hozir sizda qanaqa odatlar shakllantirdi yoki qaysi odatlarni ishlatmayapsiz, qo'llamayapsiz? Qanaqa yangi sifatlar kirdi sizga? Ya'ni bu jarayon mana bola maktabga kelgandan keyin boladagi o'zgarishlarni bilyapmiz. Sizni o'zingizni to'g'ri qaror qabul qilganingizni ham tushundik. Ya'ni bolani ta'lim jarayoniga berish bu kerak ekanligini, bu bolaga jamiyatga albatta qo'shish kerak, ularda o'rni baribir bor hayotda. Albatta jamiyatga qo'shish kerakligini va bu eng to'g'ri qaror ekanligini biz tushunib yetdik. Endi siz bu qarorga kelganingizdan keyin o'zingizda qanaqa sifatlarni o'zgartirishingizga to'g'ri keldi? Avvalambor ya'ni o'sha holatni men qabul qildim. Ya'ni tan oldim. Aynan bolamda shu imkoniyat cheklanganligini men tan oldim. Ya'ni chunki bu narsani ko'pchilik qabul qilmas ekan, ya'ni tan olmas ekan. Men o'sha hayotim davomida ko'rib keldimda, baribir atrofingizda har xil odamlar bo'ladi. Men o'sha narsani to'g'ri qabul qildim. Ya'ni bolamda o'zgarishlarni ko'rib, o'zim ham nimadan chiqishni boshladim. Stressdan chiqishni boshladim. O'zimni misol yo'limni tanladim. Endi to'g'ri hayotda ham ayol bo'ldim, ham erkak bo'ldim vaqti kelganda va o'zimni ham hayotga bo'lgan nimam o'zgardi. Chunki u mahalda men juda ham qattiq stressga tushgan edim. Ya'ni hayot nima deydi, qorong'u qobiqqa kirib qolgan edim. Keyin mana shu bolamdagi o'zgarishlarni ko'rib, men o'zim ham o'zgardim. Ya'ni o'zim o'sha narsani qabul qildim, moslashdim, o'zimni hayotimni o'zgartirishni boshladim, stressdan chiqdim va hammasini nima deydi, yaxshi bo'ladi deydigan nimaga o'tdim. Chunki bundan ham og'ir bo'lishi mumkin edi. Albatta. Bundan ham qiyin bo'lishi mumkin edi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Albatta, degan fikrga keldim. Sizga yana bir savol. Demak, siz bolani mustaqil bo'lganini ko'rganingizdan keyin sizda qanaqa ichingizda qanaqa hissiyotlar o'tdi? Demak, ko'ryapsiz, bola mustaqil, jamiyatga qo'shila oldi, ta'lim tarbiya jarayonida juda ham yaxshi o'zlashtiryapti. Mana hozir pedagog sifatida aytishim mumkin. Bir oldin juda ham darsda faol, o'ziga o'zi mustaqil xizmat qila oladi, savollarga to'liq javob bera oladi va vaqti kelganda do'stlariga ham, sinfdoshlariga ham yordam bera oladigan darajadagi bir o'quvchi sifatida namoyon bo'lyapti ko'z o'ngimizda. Va aynan shu his tuyg'u sizda qanaqa, o'zingizda qanaqa bir hislarni uyg'otdi? Ya'ni bolangizni mustaqil bo'lishini ko'rishi bu qanaqa ekan? Men bolamni mustaqil ko'rishdan boshlab o'zimda ham erkinlik his qila boshladim. Ya'ni o'sha narsani bajaryaptimi? Misol o'sha narsani u bajara olarmikin degan savollar menda juda ham ko'p edi. Qila olarmikin, bo'larmikin degan savollar menda juda ham ko'p, miyamda ko'p o'zimga o'zim savol berardim. Lekin o'sha o'zgarishlarni ko'rib, o'sha bola mustaqil bo'layotganini ko'rib, men o'zimda xotirjamlik his boshladim. Demak, uddalasa bo'lar ekan. Albatta. Ana shu narsalarni men his qilishni boshladim. Ya'ni o'zimni ham erkin qo'yishni boshladim. Chunki ungacha hali to'g'ri vaqt nima sizga va hamma narsa uchun vaqt kerak-ku, lekin ichingizda siz juda ham shoshib ketasiz. Hali hozirda emas, kerak bo'lsa oyda, yillarda nimasini tasavvur qilasizda, lekin baribir unga vaqt kerak. Men o'sha bolamdagi mustaqillikni ko'rib, o'zimda xotirjamlik his qila boshladim. To'g'ri, yillar o'tdi, misol kun o'tdi, hafta o'tdi demayman, yillar o'tdi. O'sha o'zimdagi xotirjamlikni his qilishni boshlaganman.
Yillar to'g'ri aytganingizdek o'tadi, hayot oqimi to'xtamaydi. Shunaqa. Lekin agar siz o'sha oqimda o'zingiz to'xtab qolsangiz, oqim bilan birga oqmasdan, ya'ni harakat qilmasdan, avvalo ongimizda, fikrimizda, niyatimizda yaxshilikni o'ylab, harakatni ham to'xtatmasak, bu juda ham yaxshi, mana natijasini ko'ryapmiz. Lekin yillar o'tish barobarida agar biz o'sha vaziyatga norozi bo'lib, qaror qabul qilmasdan faqatgina farzandimizga bog'lanib o'tirib qolsak, demak biz bu yerda farzandni ham kelajagini barbod qilamiz. Qolaversa, o'zimizni ham hayotimizda yashamaymiz. Demak, javoblaringizdan yana shunaqa savol kelib chiqadiki, ona uchun bolani nazorat qilish muhimmi yoki bolaga ishonch berish muhimmi? Qaysi biri muhim deb o'ylaysiz? Nazorat menimcha bolani qo'rqoq qilib qo'yadi deb o'ylayman. Sababi ikkilanib qoladi bola. Qilsammi, qilmasammi, men qila olamanmi yoki qila olmaymanmi degan ikkilanish bo'lib qoladi bolada. Ya'ni qo'rquv shakllanib qoladi. Ishonsangiz, menimcha ishonsangiz bo'ladi. Demak, sizningcha bu jarayonda ishonch muhim. Ishonch muhimroq. Chunki men misol olib kelganimda o'g'limni do'konga chiqaraman. Undan oldin bu borib kela olarmikan, ola olarmikan, ya'ni narsa olayotganda tushuntirib bera olarmikan degan nimalar juda ham ko'p edi. Hozir men bemalol chiqarib olaman. U chiqib o'sha narsani olib keladi. Yoki bo'lmasam tushuntirib beraman. Shunaqa desam, o'zi borib keladi. Boraymi desam, yo'q deydi. Hozir shunaqa nimada keldiki, boraymi desam, yo'q deydi. Men o'zim boraman deydi. Haqiqatan o'zi borib, o'sha o'ziga kerak narsani borib olib keladi. Demak, bu o'sha bolaga ishonganim, ishonib o'sha jo'natganim va o'sha ishni o'zi bajarib kelgani menimcha muhimroq. Albatta. Ya'ni uni men har o'zini chegaramda nima qilib olib ketadigan bo'lsam, u o'sha yo'lda qolib ketadi. Ya'ni ayam aytdi, qilaman, ayam aytmadi, qilmayman degan nimaga o'tib qoladi. Chunki baribir o'g'il bolani ozgina bo'lsa ham, balkim ko'proq bo'lsa ham o'sha mustaqil, chunki baribir u ko'chada ko'p yuradi. Mustaqil bo'lishiga baribir tayyorlashingiz kerak. Albatta. Bu sizni bergan ishonchingiz biz pedagoglarga ham juda ham katta yordam beryapti, chunki biz dars jarayonida ham buni sezyapmiz. Ya'ni Biroldimni o'sha farzandingizni men qila olaman degan tushunchada shakllanishi va shu tushuncha bilan harakatlarida namoyon bo'lishi, bu juda ham bolani eng katta, nafaqat bolani, umuman bu jamiyatimiz yutug'i deb o'ylayman. Chunki bunaqa tushunchadagi bola ertaga katta bo'lib, jamiyatga qo'shilganda xuddi shu tushuncha bilan o'zini oilasini boshqara oladi, o'zini farzandlarini yetaklay oladi. Demak, bu ishdan xulosa qilamizki, ishonch juda ham muhim ekan. Men pedagog sifatida aytaman, bu yerda onani ishonchi juda ham muhim. Onani ishonchi har tomonlama bolaga yordam beradi. Endi bu yerda yana bir gapni nima qilmoqchiman. Mustaqil deganda buni xohlagan ishini qildirish degani emas. Bu mustaqil deganda o'sha o'zini ichidagi nimalari bor, bu fikr bor. Ayni mustaqil deganda bu xohlagan ishini, xohlagan nimasini qilish degani emas. Faqat o'sha hayotda kerak bo'ladigan ishlarni o'zi mustaqil bajara olishi kerak. Chunki biz bularni oxirigacha nima qilib yura olmaymiz. Yetaklab, qo'lidan ushlab yura olmaymiz. Ular baribir jamiyatga qo'shilishi kerak o'zlari. Albatta. Ilohim sizdan fikrlaydigan, siz kabi fikrlaydigan onalarimiz ko'paysin. Navbatdagi savol, Feruzaxon, bolani mana jarayonga berdik, mustaqil hayotga berdik va uni rivojlanishida eng muhim omil nima deb o'ylaysiz? Ya'ni ta'lim jarayonida, ona sifatida ta'lim jarayonida qanaqa muhim omillar bor bolani rivojlanishiga? Nimani muhim deb bilasiz va hayotingizda nimani ko'rdingiz? Bolani nimagadir erishish uchun albatta oilaning birligi kerak. Ya'ni nima demoqchiman? Uni qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Bolani olib kelib, yana olib ketib, yana olib kelib,
bu jarayon keragi yo'qda. Mhm. Faqat kun o'tyapti, vaqt o'tyapti. Siz haqiqatan shu maktabga berdingizmi, nimanidir talab qiling va nimanidir ko'ring. Shundagina o'zgarish bo'ladi. Agar olib kelasiz, olib ketasiz, kun o'tadigan bo'lsa, menimcha bu bolalardan siz ham, jamiyat ham hech narsa kutmaydi. Siz olib keldingizmi, siz nima deydi, haqqingiz bor talab qilishga va albatta sizni haqqingiz bor uyda borib o'sha bolangiz bilan shug'ullanishga. Chunki siz o'sha nima bilan birdek nima qilmas ekansiz, u faqat bir tomon sizga o'zgarish bermaydi-da. Ha, demak, siz demoqchi bo'lgan gaplarda men tushunishim bo'yicha, demak, bolani ta'lim jarayonida rivojlantirish uchun eng muhim omil bu bolani doimiy darsga qatnashi, uni qo'llab-quvvatlashingiz, uni o'qituvchisi bilan birga hamkor bo'lishingiz, qayerda nima bo'lyapti. Chunki har bitta o'zgarish muhimda biz uchun. Albatta. Bizga har bitta chiqayotgan so'zi, har bitta bajarayotgan ishi biz uchun muhim. Albatta, bu juda ham dolzarb mavzu, chunki bolani doimiy maktabga qatnashi va bola olayotgan ta'lim-tarbiyani ota-ona tomonidan nazorat qilinishi biz pedagoglarga ham juda ham katta yordam beradi va hamkorlikni aynan o'zimni tajribamdan kelib chiqsam, mana siz bilan A tochkaga kelganimizda, ya'ni boshlang'ich nuqtamiz bolani nutqi yo'q, eshitishi yaxshi rivojlanmagan edi va mana hozir sekin bu tochkaga qarab ketyapmiz. Bu ketish yo'l jarayonida biz siz bilan doim tahlil qilamiz sinfda. Bolani psixologik holati qanaqa, bolani pedagogik holati qanaqa, ya'ni bolani o'zini sog'lig'i qanaqa, har tomonlama biz siz bilan buni doimiy tahlil qilib boramiz. Demak, bu muhim omillardan biri deb hisoblasak ham bo'ladi. Endi bu maktab jarayoni edi, Feruzaxon. Endi shu jarayonni uyda qanday davom ettirish mumkin? Men o'zimdan kelib chiqib, misol baribir bular haftalab qolishadi. Haftalab qolishgandan keyin baribir siz uyda unga mehr ko'rsatasiz, e'tibor ko'rsatasiz. Unga nima deydi, nafaqat men, balki uydagi opasi bormi, kimisi bor, e'tibor qaratadi, uni qo'llab-quvvatlaydi. Nimani o'rganganini, misol so'zlarini nima qilamiz, gaplashamiz, kerak bo'lsa qayta takrorlaymiz. Mana bunaqa bo'ldi deb. Hozirgi kunda o'zi aytib boradigan bo'ldi. Men bunaqa qildim, bunaqa bo'ldi deb. Demak, men bolani o'sha maktabdagi vaziyati bilan qiziqdim. Demak, u bola ham menga aytib beryapti. Bola uyga keldi, siz uni qaradingiz, 2 kun vaqt o'tdi, yana qaytib borish kerak degani emas. Uyga kelgandan keyin albatta siz maktabda qanaqa o'qituvchilardan talab qilyapsiz? Ota-ona ham uyda baribir shug'ullanish kerak. O'sha boshda aytganimdek, hamkorlik eng muhimi. Chunki bitta bir tomon harakat qiladigan bo'lsa, natija chiqishi qiyin-da. Baribir eng birinchi o'rinda ota-ona. Albatta. Ota-ona, oila qo'llab-quvvatlashi kerak, yordam qilishi kerak. Aynan ota-ona yordam qilishi, bu savolga chuqurroq yondashamiz. Chunki ota-onalar bilishi kerak, o'z farzandi bilan uyga borganda qanaqa muomala qilish kerak, qaysi tomondan yondashish kerak. Shuning uchun aniqroq savol beraman. Aynan qanaqa yordam muhim deb o'ylaysiz? Masalan, bola uyga bordi, mana maktabdan bola uyga bordi va siz aytganingizdek maktabdagi jarayonni bola sizga aytib beryapti. Dars jarayonlarini aytib beryapti, do'stlarini aytadi, sinfdoshlarini aytadi. Aynan o'shanda qanaqa munosabat bildirish kerak ona yoki bo'lmasa qanaqa savollar berish kerakki, bola ochilishi uchun, yana ham o'sha o'rtada bola ota-ona bilan o'qituvchini ham bog'lashiga baribir sababchi bo'lib qolyapti-da. Demak, yana qanaqa yondashishni muhimroq deb o'ylaysiz? Aynan nimada bola ochilgan? Chunki menimcha boshida bola borib sizga o'zidan o'zi gapirmagan bo'lsa kerak-a. Demak, siz bolani qanaqa ochib olgansiz? Aynan ota-onalarga nima degan bo'lardingiz? Men ota-onalarga endi balkim bu meni fikrim, men o'zimdan kelib chiqib aytyapman. Bola uyga borgandan keyin baribir u bola bilan shug'ullanish kerak. Ya'ni nima qilib? Nima bo'ldi? Nima qilding?
nima qilaylik, misol uyga borsak, albatta biz o'tirib aynan ovqat ustida gaplashamiz. Ba'zan shunaqa, ba'zan shunaqa bo'lib ketadiki, haligi gapimiz tugamaydi. Biz uni tushunishga harakat qilamiz. Tushunishga harakat qilib, iloji bo'lsa o'sha chiqayotgan tovushidan nima deyotganini kerak bo'lsa tushunishga harakat qilamiz. Keyin bola o'zidagi nimasini gapira oladi-da, uyga borgandan keyin yo telefonda yo televizorda oldiga qo'yib qo'ysangiz, u bolada hech qanday bir nima bo'lmaydi. Foyda faqat o'sha borib uyga yana qaytib keladi-da, bo'ldi. U borib uyga borgandan keyin o'sha nimalarini aytish kerak ota-onaga. Ota-ona bilan suhbat qilish kerak. Ota-ona ham bilish kerak, maktabda bolam qanaqa bo'lyapti, nima bo'lyapti. Bu narsaga birdaniga erishmaysiz. Sekin, balkim so'z ko'pchilik ota-onalarni ko'rdim. Bolasini umuman tushunmas ekan. Nima deyotganini, demak bola bilan kontakt yo'q. Aytmoqchiligini, nima deyotganini ota-onalar tushunmas ekan. Masalan, shunaqa vaziyatdagi ota-onalarni men ko'rdim. Baribir yo'lda, hayotda ko'rasiz-da. Bola уже nimada hayotga qadam qo'yadigan yoshga yetib bo'lgan, lekin bola bilan nimasi yo'q, muloqoti yo'q. O'shaning uchun baribir siz uni tushunasizmi, tushunmaysizmi, baribir suhbatlashishingiz kerak. Nazorat uyga borgandan keyin nazorat qilishingiz kerak. Yordam qilishingiz kerak. Shundagina bola ham uyni, ham maktabni tanlaydi. Ya'ni nima demoqchiman? Uyga quvonib ketadi, uydan maktabga xursand bo'lib keladi. Ya'ni uyga ketayotganida yana bir xursand bo'lsa, maktabga kelayotganida xursand bo'ladi. Men to'g'risi shu paytgacha 3 yil bo'layotgan bo'lsa, maktabga seni olib boraman deb majburlagan emasman. Ya'ni o'zida ishtiyoq bor. Ishtiyoq borligi uchun, xohish borligi uchun uyga kelgandan keyin men ertaga maktabga boraman deydi. Demak, o'sha ham uy, ham maktab unga nima beryapti? Nima deydi? Motivatsiya deydimi, hozirgi kunda motivatsiya deydi-ku, shunaqa narsa beryapti. Rahmat javobingiz uchun. Yana shu yerda qo'shimcha qilib ketmoqchi edim. Bolada men muhimman degan tushuncha shakllanyapti. Ya'ni meni eshitishyapti, meni tushunishyapti, meni anglashyapti va meni fikrlarim muhim. Demak, meni fikrim muhim bo'lgandan keyin men o'zim ham muhimman. Ya'ni jamiyatda meni o'rnim bor, ota-onamning o'rni oldida o'rnim bor, do'stlarimning o'rnida yonida o'rnim bor. Qolaversa maktabda, jamiyatda meni o'rnim bor degan tushunchani beryapti. Bu juda ham yaxshi maslahatlar bo'ldi ota-onalarga. Va yana bir savol, bugungi kunda ikkilanayotgan farzandini o'sha mustaqil hayotga qo'shmoqchi bo'lib, lekin ikkilanib turgan ota-onalarga nima degan bo'lardingiz? Men bitta to'g'risi haqiqatni aytmoqchiman. Men mana shu maktabga yoki bog'chaga, bog'chadan keyin maktabga berganimda menga mehrsiz deb ham ta'rif berishgan. O'sha qattiq atrof mehri yo'q. Onalarni ranjitganni bag'rin tiling, tuni siz deb bedor o'tgan qadrin biling. Qadni bukib poyin o'pib ta'zim qiling. To tonggacha alla aytgan onalarga yuragida dard oshkor qilmas bolam, bolam deb, bolam, onam, onam, jannatim onam. G'am ko'rmasin dediz bolam, boringizga shukr onam, onam, onam. O'shanda menga juda ham qattiq ta'sir qilgan. Men o'sha bolani o'zimdan yulib olib chiqib ketish oson bo'lmagan. Bu narsani men misol oson emas. Bunaqa farzandi bor ota-onalarga oson emas. Men o'sha ota-onalarga aytmoqchimanki, atrofdagi gaplarga, atrofdagi nimalarga e'tibor qilmasdan o'sha bolasini kelajagini o'ylasin shu. Chunki ertaga o'sha gapirgan odamlar
hech kim sizga to'g'ri yo'l bermaydi, to'g'ri maslahat bermaydi. Faqat o'sha bolangizni vaqtingizdan, bolangizni nima deydi, imkoniyatidan cheklab qo'ygan bo'lasiz. Chunki hozir hamma narsa izlansangiz imkoniyat bor. O'sha ikkilanayotgan ota-onalarga, xohlamayotgan ota-onalarga yoki tan olishni xohlamayotgan ota-onalarga aytmoqchimanki, siz tan olsangiz yutqazmaysiz. Tan olish ham bir nima deydi, jasorat bu ham. Albatta. Tan olsangiz va o'sha sog'lom bolalardan ham zo'r qilib yetkazishingiz mumkin o'sha bolani. Bu narsani qabul qilishimda uyimdagilar ham juda yordam berishgan. Menga o'sha ikki xil insonni ko'rsatishgan. Ya'ni jamiyatga qo'shilgan inson bilan jamiyatga qo'shilmagan insonni ko'rsatishganda men xulosa qilganman o'shanda. Men yo'q, men bu insonni tanlayman, ya'ni o'sha jamiyatga qo'shilgan insonni tanlayman. To'g'ri, bu oson emas. Lekin yillar o'tib o'sha siz moslashasiz, siz ko'rayotgan o'zgarishlarni ko'rib, ha, men to'g'ri qaror qilibman degan fikrga kelasiz. Chunki baribir o'sha narsani mutaxassisiga, o'sha narsani haqiqiy nima deydi, joyiga bersizgina natija ko'rasizda. Balkim o'sha nima desam bo'ladi, qilayotgan ishingiz, qilayotgan nimangiz atrofdagilarga g'alati tuyulishi mumkin yoki nima bo'lishi mumkin, lekin siz asosiysi bolangizni to'g'ri yo'lga nima qilgan bo'lasiz, boshlagan bo'lasiz. Feruzaxon, hozir men sizni o'sha og'riqlaringizni eslaganingizda qanaqa og'riqlar, qanaqa yo'llardan o'tganingizni yana bir marta esladingiz va shunaqa yana bir savol tug'ildi. Demak, bu yo'lga tik qaraganingizda, ya'ni mana tan olganingizda dedingiz, o'zingizdan tan olish bu o'sha og'riqqa tik qarashda. Siz o'sha yo'lga, og'riqqa tik qaraganingizda, ota-ona sifatida mas'uliyatni olganingizda bolani alohida ta'limga ehtiyojligini muhimligi ham menimcha unaqa og'ir tuyulmasa kerak degan xulosaga keldimda. Ya'ni demoqchimanki, boshida siz bu narsani og'ir deb o'ylagansiz va siz bu yo'ldan o'tayotganingizda mana hozir ham jarayondasiz. Bola o'zini muhimman deb his qilgandan keyin, demak, uni alohida ta'limga ehtiyoji bor bola deb ham qarashimiz ozgina qanaqadir noto'g'riroq bo'lib qoladimi yoki bo'lmasam ozgina yengilroq qarashni boshlaymizmi vaziyatga. Va davlatimiz ham mana hozir shu jarayonlarni hisobga olgan holda inklyuziya, ya'ni inklyuziv ta'lim joriy etildi. Ya'ni bolani ota-onaning oldida bo'lishligi, siz kabi ota-onalarni o'sha ehtiyojlarini, istaklarini va qolaversa bolani ham onadan, oiladan ajralishini xohlamaganligi uchun, ya'ni bu onani oldida bo'lishi kerak. Oilani oldida bo'lishi kerak farzand degan g'oyani ustun surgan holda mana davlatimizda inklyuziv ta'lim joriy etildi. Inshaalloh Biloliddinni ham hozir shu ta'limga tayyorlayapmiz. Keyingi savol, Feruzaxon, bola uchun eng katta sovg'a nima deb o'ylaysiz? Eng katta sovg'a ona sifatida. Ona sifatida nima desam bo'ladi? Mana bitta nimam, mana shu bolani Xudo xohlasa katta inson bo'lib, jamiyatga qo'shilib, juda ham katta yutuqlar erishishini niyat qilaman. Xudo xohlasa o'sha kunlarga yetaylik. Menimcha eng katta sovg'a bolamni men to'g'ri tushunganim va uni to'g'ri yo'lga boshlaganim va yo'ldan adashtirmay uni to'g'ri o'sha
qanday o'sha yutuqqa olib ketayotganim deb o'ylayman. Chunki eng muhimi men uchun o'sha Albatta, demak, ota-onani to'g'ri qarori bola uchun eng katta sovg'a bo'lar ekan. Juda ham Chunki yaxshi. uni siz jamiyatda o'rnini topa oldingizmi, demak yutuqqa erishdingiz deganida bu. Albatta. Menimcha, meni fikrim shunaqa. Chunki bu ham xizmatda, Shunaqa. ya'ni ota-ona sifatida biz Allohning yo'lida xizmat qilamiz va bolajonlarimizni o'sha kelajakda o'z o'rnlarini topishlariga, o'ziga va boshqalarga manfaatli bo'lishlariga biz xizmat qilamiz. Albatta, bu yerda to'g'ri qarorlar qabul qilishimizga to'g'ri keladi. Demak, yakunlab chiroyli xulosa qiladigan bo'lsak, oxirgi savolimni beraman Feruzaxon. Agar yana shu yo'ldan o'tish kerak bo'lsa, siz bu yo'ldan xuddi shu tarzda o'tishga rozi bo'larmidingiz? Va farzandingiz agar sizga rahmat deyishi kerak bo'lsa, qaysi qilgan to'g'ri qaroringiz uchun sizga rahmat deyishi kerak? Nima deb o'ylaysiz? Shu yo'ldan yana o'tgan bo'larmidingiz? Agar farzandim uchun bo'lsa, men o'tardim. Chunki baribir siz zurriyotingiz u. Baribir siz nima deydi? Baribir hamma o'sha farzandini yaxshi yutuqlarga, yaxshi nimalarga, aqlli, esli farzand bo'lib yetishini xohlaydi. U qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, uning imkoniyati bormi, sog'mi, umuman qanday bo'lishidan qat'iy nazar hamma ota-ona farzandini katta yutuqlarga erishishini istaydi. Men agar shu yo'l yana kelsa, meni oldimga men bosib o'tardim. Bolajoningiz agar sizga rahmat aytishi kerak bo'lsa, nima uchun sizga rahmat aytishi kerak deb o'ylardingiz? Qaysi qilgan to'g'ri qaroringiz uchun farzandingizga? Menimcha har doim billa bo'lib, billa qo'llab-quvvatlaganim uchun, har doim o'sha birga bo'lib yengib o'tganimiz uchun balkim rahmat aytsa kerak. Albatta, demak siz uni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun bolajon sizga rahmat aytadi deb o'ylaysiz, inshaalloh. Iloyim. Feruzaxon, sizningcha bolaning rivojida qayer emas, balki kim bilan ekanligi muhim deb o'ylaysiz? Demak, bola qayerda bo'lishi muhimmi yoki kim bilan bo'lishi muhimmi? Menimcha kim bilan bo'lishi muhimroq. Albatta. Chunki kim o'sha insonga ishondingizmi, o'sha inson ishonchingizni oqladimi, demak o'sha bolangizda o'zgarish bo'ladi. Joy menimcha birinchi darajada emas. Baribir kimnidir oldida bo'lishi kerak. Chunki yetaylik Ko'proq kim oldida? Oilasini oldida bo'lishi ko'proqmi, muhimmi? Yoki pedagoglarning oldidami? Chunki baribir hozir mana og'riqlaringizni eslab o'tdingiz, to'g'rimi? Menimcha ikkalasi ham barobar deb o'ylayman. Chunki men o'zimni oldimda olib beradigan bo'lsam, sizlarga muhtoj bo'laman. Endi sizlarda nimalaring bo'lsa, baribir ota-ona bilan muloqotda bo'lasizlar, hamkorda bo'lasizlar. Keyin menimcha o'zgarish bo'lsa kerak. Mana internetdagi tajribadan keyin, ya'ni bolani bizga berdingiz, har bir o'tgan bosqichlarni mana hozir tahlil qildik. Agar bola tayyor bo'lsa, o'ziga yetarli o'sha bilim, ko'nik va malakalarni olsa va bolani maktabga, ya'ni sog'lom bolalar qatoriga qo'shish taklifi yoki bolada shunga ehtiyoj tug'ilsa, mana davlatimiz ham hozir shu sharoitni yaratib beryapti. Shu g'oya ilgari surilyapti. Siz nima degan bo'lardingiz ona sifatida? Bolani maktabga, sog'lom bolalar qatoriga qo'shgan bo'larmidingiz? Endi avvalambor agar o'sha muhit mos bo'lsa, mayli, qo'shishga men misol rozi bo'lardim. Lekin agar baribir bu bola o'sha maktabga borgandan keyin bu bolani olib ketadigan shart-sharoit bo'lishi kerak. Shunday olib o'sha oddiy maktabga bera olmaysiz baribir. Chunki sababi siz shu paytgacha olib kelgan yutuqlaringiz birdaniga orqaga ketib qolishi ham mumkin-da. O'shaning uchun
aynan o'sha muhit o'sha yerda bo'lsa, haqiqiy mutaxassislari bilan hamkorlikda ishlansa, men misol qarshiligim yo'q berardim. Lekin agar nima bo'lmasa, ya'ni sharoit, imkoniyat bo'lmasa, men qarshiman. Chunki baribir qo'rquv borda, ya'ni olgan bilim, olgan o'zgarishlar orqaga ketib qolishi mumkin. Shu o'rinda men aytib o'tmoqchiman, qayta esladik mana davlatimiz tomonidan yaratilayotgan shart-sharoitlarga. Albatta, buni ham davlatimiz chiroyli o'ylab, chiroyli rejalar qilingan davlatimiz tomonidan, ya'ni maktablarga defektolog, surdopedagog mutaxassislarni jalb qilish, ularga ish o'rinlari yaratish va aynan sizni farzandingizga o'xshash bolajonlarni sog'lom bolalar qatorida o'qitish g'oyasini ilgari suryaptilar va siz aytganingizdek shart-sharoitlar yaratilyapti. Va o'ylaymanki, ona sifatida bitta bosqichdan o'tdingiz, ya'ni bitta qo'rquvingizni yengib o'tdingiz. Bolajonni sog'lom maktabga qo'shayotgandagi qo'rquvingizni ham yengib o'tasiz degan umiddaman. Xudo xohlasa. Rahmat Feruzaxon. Demak, bugungi suhbatimizdan biz chiroyli xulosaga keladigan bo'lsak, bugun biz bitta muhim narsani o'zimizga va jamiyatga yetkazmoqchi bo'ldik. Ya'ni bola qayerda emas, kim bilan bo'lishi va bolaga nima emas, qanday e'tibor bo'lishi bu juda ham muhim ekan. Qolaversa, bola ona, pedagog va oila hamkorligida tarbiyalansa, bu albatta o'z natijasini ko'rsatmay qolmaydi. Bugungi suhbatimiz ozgina bo'lsa-da sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Feruzaxon, sizga ham Rahmat, sizlarga ham rahmat.